Kia Bongo заводской propan galovka olib qolganmiz akalar. Hop. Nima ishlar qilib beramiz? Komplekt направляющий втулка qo'qiladi, sababi lufti katta и полный сорочка припилка, bet shlipovka, zazor, pazor, klapansanni ana yo'g'i bilan xudo xolisa tayyor qilib yurgizib beramiz. Bularda ham Cobalt, Gentra Nex 3larga o'xshab klapani zazor qo'yiladi, klapandan kesiladi. Gidrokompensator bo'lmaydi, 1 volt Lassettilarga o'xshab. Cobalt forma kesiladi, yig'iladi, teriladi. Xudo xolisa zo'r baquvvat galovka, ancha-munchaga yordamlaydi, ancha-munchaga gnezdovlar cho'kishi ham juda qiyin. Galovkani bizga Raypodan Muhammad Ayub degan usta ukalarimiz bor, yosh chiqayotgan usta bolalar, lekin o'z ishini ustalari. Chiroyli qilib xudo xolasa bo'lgandan keyin ham qo'yishga harakat qilaman istoriya.